Instagram yondiryaptimi? Har bir reelsni ko'rganda tashqaridan insonlarning oldida kulib jilmayib qo'yasiz. Lekin mana bu yoqda shunaqa bunt paydo bo'layaptimi? Kelib bo'g'zingizga tiqilib qolyaptimi? Oxirigacha olib boring. O'zingizni to'xtatmang, oxirigacha olib boring. Qani, qayergacha boradi va qachon portlaysiz? Instagramda videolarni ko'rganimizda va insonlar gapirishni boshlashadi. İnsanlarni buzib yuboryapti Instagram, ayollar noshukur bo'lib ketyapti, ayollar eriga ko'tarilib ketyapti. Aslida Instagramdagi hamma ma'lumot, hamma reels yolg'on. Ha, to'g'ri, qo'shilaman. Aynan o'sha videoni olayotganlar yolg'ondan olayotgan bo'lishi mumkin. Lekin kim aytdi sizga bunaqa hayot mavjud emas deb? Aslida kim aytdi sizga insonlar bunaqa yashamaydi deb? İnsanlarning juda ham katta qismi aynan shunaqa huzur halovatda yashashadi. Aynan juda ham ayollarning katta qismi. Sababiki ayol zoti mehr uchun yaratilgan. Ayol zoti sevgi uchun yaratilgan. Shuni 37 yillik hayotimda shuni bilib ko'rdimki, inson umrini 80 ham emas, 90% umrini o'zini ko'ndirish uchun yashaydi. Shukr qil, shukr qil, shukr qil, sabr qil, shukr qil. Lekin mana bu yoqdagi bunt, mana bu yoqdagi og'riq, mana bu yoqdagi qiynoq ayolni qaritib yuboradi, ayolni o'ldirib yuboradi. Hop, aytingchi, agar shu Instagramdagi ko'rilayotgan ma'lumotlar hammasi yolg'on bo'lsa, nimaga unda ko'rgimiz keladi? Nimaga unda havasimiz keladi? Nimaga unda shu hayotni qilgimiz keladi, yashagimiz keladi? Sababiki insonni yashash tarzi, insonni yashashi yaratgan tomonidan shunaqa qilib yaratilganki, u abadiy rivojlanish uchun yaratilgan. Inson bitta joyda turib qola olmaydi. Inson yo pastga ketadi, yo yuqoriga chiqib ketadi. Bizda nima qilinadi? Shuni komfort zonaga tiqishadi. Bo'ldi, sen mana shu joyda, bitta joyda qotishing kerak. Lekin yo'q unaqa narsa, mavjud emas unaqa narsa. Haqiqatdan da rost siz ichingizdagi og'riqlaringiz, haqiqatdan da nimaga men turmush o'rtog'im shuni qilib bermayapti? Nimaga men shu muvaffaqiyatga erishmaganman? Nimaga menga har kuni gul bermaydi? Nimaga menga har bunaqa holatlarni qilib bermaydi? Nima uchun? Yaxachu. Bularning hammasi haqiqat aslida. O'zingizni aslo ko'ndirmang. Oxirigacha olib boring. Oxirigacha mana shu joyingizgacha xuddi menga o'xshab shu joyingizgacha tiqilguncha olib boring. Mana shu joyingizga tiqilib bo'g'zingizga qadalganida hammasini o'zgartirishni boshlaysiz. Bilasizmi nima qilasiz? O'rningizdan turib harakat qilib, kuchli ishlashga o'tib ketmaysiz. Qadr bor-ku, qadr degan his-tuyg'u sizni shu joygacha olib boradiki, loyiqlik nimaligini anglashni boshlaysiz. Bilib qo'ying, hech qachon insonning loyiqligi oson, yengil, baxtda, komfortda yashayotgandan kelmaydi. Hech qachon. Qadr yerga uriladi va oxirigacha borganingizdan keyin nima uchun deyishni boshlaysiz va hammasini o'zgartirishni boshlaysiz. Aslida biling, insonlarni yaxshi hayotda, baxtli hayotda yashashga qo'rqitib qo'yilgan. Bu insonlarni boshqarish uchun bu ham bitta sistema, bu ham bitta tizim. Lekin siz aynan o'sha havas qilayotgan hayotda yashaydigan insonlar bu sistemani tushunib qolishgan. Hozir shu videoni eshityapsizmi? Sizni ham buni tushunish va buni anglash vaqtingiz keldi. Siz so'rashga haqqingiz bor. Sizni aytishga haqqingiz bor. Bizga aytib qo'yilgan. Qorning to'qmi, usting butmi, me'yoridan ortig'ini aytma, me'yoridan ortig'ini gapirma. Keyani ham bilasizmi? Sal me'yoridan ortiq gapiradigan bo'lsangiz yoki kimdandir nimanidir kuchliroq xohishingiz haqida bildiradigan bo'lsangiz, birdan shunaqa yuzingizga uriladi, sen noshukursandan boshlanadi, ikkinchi sen bilan yashamayman bu hayotda, sen bilan yashamaymandan boshlanadi. Hozirgacha aytgan ma'lumotlarim Instagram haqida edi. Agar undan keyingi video sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, davomi yangi videoda bo'ladi.